Qizlar, hozir mana holatdan keyin sizlarga aytib beraman. Birinchi patsiyentimni neyrosonografiya bilan boshladim. Raddomni olib kelgan. Bolasi yig'lamayapti, uxlayapti, tinch. Sizlar buni xavotirsiz deb o'ylayapsizlar. Aslida bu xavotirli holat. Bolani boshiga qon quyilgan ekan, ya'ni gematoma bo'lib qolgan. Bola eng qizig'i kesirva bilan tug'ilgan. Bola kutilgan, o'zi tug'adi deb o'zi tug'olmagan. Bola kesirva bilan tug'ilgan. Bola boshi bilan urilib gematoma bo'lgan. Kesirvada kepala gematoma bilan bola tug'ilib olib kelyapti. Qizlar, men nimani aytmoqchiman? Nihoyatda e'tiborli bo'lamiz. Bolam yig'lamayapti, uyqusi tinch deb o'ylamanglar. Neyrosonografiya tekshiruvini albatta o'tkazib qo'yinglar. Chunki bu biz uchun juda muhim. Bolani birinchi 3 oyligida, ya'ni tug'ilgandan 3 oygacha bo'lgan oralig'ida albatta neyrosonografiya tekshiruvidan o'tishi shart. Bu nima uchun bizga muhim? Erta tashxis